Hozir esa men sahnamizga ajoyib bir so'zamol yigit taklif qilmoqchiman. Sizlarga haqiqatda pozitiv va yaxshi kayfiyat taqdim etadilar. Demak, Ona yurt ohanglari gala konsertimizni mehmoni dizayn jamoasi a'zosi Sa'dulla Fathullayev. Yoshlar bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum doktorga. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Yo, ovora bo'lmanglar, qarshi chalib, ovora bo'lmanglar. Menga ja unaqa zarilmas qarshi. Endi sizlarni ham tushunaman, chunki shundoq san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'ulomjon Yoqubov chiqishlaridan keyin men becharaning chiqishim qozon kabobdan keyin tortilgan makaron sho'rvadek gap bo'lishi mumkin. Lekin shundoq bo'lsa ham hammanglarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun hozir mamda qarab turibman. Chiroyli o'ynaganga ham sovg'a berishyapti. Chiroyli raqsga tushganga sovg'a berishyapti. Sal turib chiroyliroq qo'shuv et berganga ham anaqa sovg'a berishsa kerak. Lekin men mana shuni eng maza qilib kulgan odamga bermoqchiman. Voy, opoqimga qara. Hali hazil etmasimda. Yerlarni urtashyaptilar. Qoyil. Endi men bitta hozir men shu yerga qo'yib turaman sovg'ani. Bu sovg'ani hali sababi bor, aytaman. Xo'p, demak, bitta narsani bilib olaylik. Bugun ayollar ko'proq tashrif buyurganmi, erkaklarmi? Shuni bilib olish uchun menga bitta yordaminglar kerak bo'ladi. Men 1-2-3 ayollar deganimda ayollar, 1-2-3 erkaklar deganda erkaklar qarshi chalamiz. Ani qiqiru-miqirular o'zingizlarga havola. Bo'ladi, kelishdikmi? Demak, birinchi ayollardan boshlaymiz. 1-2-3 ayollar. Oh, молодцы. Endi bechara erkaklar navbati. 1-2-3 erkaklar. Yaxshi. Ovoz baritoni bilan egallab olishdi, lekin shuna chiroy yonganda ko'rinib turibdi qancha erkak, qancha ayol o'tirgani. Bechara majburlikdan shopir bo'lib, noiloj kelgan erkaklar ko'pga o'xshaydi. O'zing bormi, praving bor, u xotin, yo'lda probka bo'yapti, oldimga tushing deb kelganga o'xshaydi. Lekin men xursand bo'laman. Har doim o'zbegim ayollarini ko'rsam xursand bo'laman, kayfiyatim ko'tariladi. Konsertlarda, nafaqat konsertlar, men to'ylarga kirsam ham faqat ayollar o'tirgan bo'ladi. Bir oy, 2 oy, 3 oy to'y boshlanishidan pulni topib rasxod qilgan bechara erkaklar o'sha to'yxonada ichkariga ham kirolmay eshik tegdi. Assalomu alaykum, keling, xush kelibsizlar. Hassakash bo'lib qolib ketdi-da. Qoyil qolaman sizlarga ayollar. Voy, tavba. Bizda o'zi mana erkaklar aka, mana assalomu alaykum. Aka, savol mana. Hayotimizda hamma narsani ayollar tanlab beradigan bo'lib ketdi, to'g'rimi? To'g'rimi? Qizingizga kuyov kerak bo'lsa kim tanlaydi? Ayollar tanlaydi. Mabodo o'g'lingizni uylantirmoqchi bo'lsangiz, kelinni kim tanlaydi? Ayollar tanlaydi. Uy remont qilsangiz, aboyiga kim tanlaydi? Ayollar tanlaydi. To'g'rimi? Biz erkaklar bitta narsani tanlaymiz, bilasizmi nima? Qurbon hayitda qo'y tanlaymiz. Bo'ldi. Boshqa hech narsa tanlamay qoldik. Aka, rostdan-da men qoyil qolaman, lekin borku, hamma bitta ukam keldi, yaqinda uylanibdi, aka deydi, bitta savol bersam, men uylanganiga 3 oy bo'lgan bechara bola. Bitta savol bersam maylimi dedi. Ha, siz uylangansiz, bola chaqalisiz bilasiz. Ha, gapir, nima? Aka, men bilolmayman dedi. Men 5 yil gaplashib, 5 yil sevishib, keyin o'sha qizga uylanuvdim. Men bitta narsani tushuna olmayman. Bu hozirgi xotinim menga erga teggandan keyin, to'ydan keyin shunaqa ego bo'lib qoldimikin? Yoki shuncha paytdan beri ego bo'lib menga bildirmadimikin deyapti-da, qarang. Men aytdim, ukam dedim, men 10 yildan oshdi uylanganimga hali ham bilmayman dedim. Rostdan shunaqa-da, men qoyil qolaman. Voy. Shunaqa savollar, shunaqa javoblar. Endi prost hozir gapirsam gap tegini gap ochib yoradi-ku. Lekin bitta narsa, hurmatli uylanmagan yigitlar bormi? Qarsak bormi? Malats. Yaxshi joylardan ato qilsin. Kerak emas. Yo, hazillashyapman. Uylanish kerak, vaqtida uylanish kerak. Lekin
Bitta narsa, xotindan qo'rqmaslikning bitta yo'li bor. Menga o'xshab kelishib olish kerak. Men to'yim kuni shunda chimildiqqa kirganda kelishib olganman. Shundoq kirganman. "Voy xotin" deganman. O'zi ham shatda edi. "Voy xotin" deganman. "Ha" degan. "Bugundan boshlab men seni eringman" deganman. "Men bu uyda xo'jayinman. Bugundan boshlab seni eringman, sen meni xotinimsanmi? Men seni sansirayman bugundan boshlab" deganman. Xotinim ham shunday menga qarab, "Sansirasang, sansirayver" degan. Shunaqa kelishib olganmiz-da. Bo'ldi. Kelishib olasiz, bo'ldi. Shu bilan bir-biringlarni sansirab sevishib yurasizlar. Lekin men bitta narsani aytmoqchiman. Mana shunaqa konsertlarda bana uylanmagan yigitlar bor dedi, bu qarsiga chaldinglar, bitta narsa. Uylanganlar yaxshi biladi, uylanmaganlar hali bilmaydi. Ayollarni mana shu ayoli bilan bozorga borib, mashtidan bo'lganlarda qarsiga chalsin deb mana. Oy, bozorga yetaklab olib borib olishni ikkita hiylasi bor ayollarning. Eslab qolinglar uylanmagan yigitlar. Birinchisi, "Adijonisi bitta dona ko'ynak ko'rib qo'yuvdim. Bir dona shuni olib kelaylik" deydi. Lekin u bitta bo'lmaydi. Juda ko'p bo'ladi. Ikkinchi eng xavflisi, ko'p erkaklar shundan ilinadi. Mana hozir ayollar ham kulib yorishadi, men bilaman. "Adijonisi, sizga ham narsa olmaganimizga ancha bo'pti. Yuring, sizga u bir narsa olamiz" deydi. Bir kun xotinimni shunaqa gapiga shunaqa xursand bo'lib ketdim. Voy, meni o'ylayapti xotinim. Ketdik bozorga deb ertalab soat 8 da kirib bordik bozorga. Kechqurun soat 6:30 da oyog'im mamnaqa bo'lib qolgan. Mashnaqa bo'lib qolgan. 6 sumka. Xotin uyga qaytaylik, charchadim desam, "Voy, adas, hali sizga hech narsa olmadik-ku" dedi. Qarang, shunaqa. Shuning uchun mana shu hiylalarga uchrashib qolmanglar. Endi bitta nimani aytib qo'ymoqchiman, ma'lumot o'rnida, hurmatli ayollar. Ko'pincha men xotinimga mana shunaqa hazillar qilsam, keyin har xil qizlar bilan video roliklarda, sahnalarda rol o'ynasam, hamma menga kelib savol berish. "Xotiningiz sizdan xafa bo'lmaydimi?" Yo'q, o'rtoqlar, men sizlarni oldinglarda ochiq-ochasiga aytaman. Xotinim mendan xafa bo'lmaydi. Xotinim mendan qasos oladi. Hamma yig'ilgan joyda qasos oladi. Vaqtini kutib yuradimi deymanmi-da. Mana yaqinda katta qizimning tug'ilgan kuni bo'layotdi. Butun oila a'zo, qarindoshlar yig'ildik, bir 30 tacha odam uyda, o'zimizning uyda. Sho'rva tortdik. Hamma sho'rva ichib o'tiruvdi. Shu katta qizim sho'rvani ichidan suvini olib shuni chaynab ketuvdi. O'sha paytda qilgan ishlarim esiga tushib ketishi shekilli. "Voy qizim" dedi. "Suv chaynama. Itmasan suv chaynaysan. Ber adangga" desa bo'ladimi? Men aytdim, "Adasi itma" dedim. Qarang, mana shunaqa joyda qasos oladi. Aka, bizani ayollar shuni gapirgin, u qochgin, bo'ldi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham, hurmatli opa-singillar, men hazil qilaveraman, yaxshi ko'rganimdan hazil qilaman. Sizlar chunki hazilni yaxshi ko'rasizlar, kulishni yaxshi ko'rasizlar. Sizlarga eringlar asabiylashsa bo'ldi. O'zingizlar kulib yursanglar bo'ldi-da. Shuning uchun hazil qilaman. Lekin haqiqatdan bitta narsani bilib qo'yinglar, hurmatli opa-singillar. Yer sharida, butun dunyo bo'yicha o'zbegim ayoli birinchi o'rinda turar ekan. Men bitta narsa. Mana misol uchun o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, mana. Ertalabdan, vohlidan o'rnidan turib, o'zini uyqusidan kechib, hovlisini, ko'chalarini supurib, sudirib, suvla sepib, toza, pokiza saqlaydigan odat faqat bizani o'zbek ayollarda bor ekan. Voy, o'zim oynani keting. Sirazi qarsiylar chaltashashinglar, qaranglar o'zingizlarga. Lekin bu odat borligi uchun qarsiga chalyapsizlar. Men tan olaman bu narsani. Bo'lmasa bitta narsaga kelishamiz, hurmatli opa-singillar. Hozir men sizlarga o'zingizlarning odatinglarni o'zingizlarga aytaman. Rost bo'lsa qarsiga chalasizlar. Kelishdikmi? Bitta sinab olamiz, qarab turing, sinab olamiz. Demak, bugungi mana shu gala konsertimizga, Alpomish Media taqdim etayotgan gala konsertimizga hamma opa-singillarimiz chiroyli kiyimlarini kiyib, bo'yanib, yasanib kelgan, to'g'rimi? U balkonda ayollar adashib kelib qoldimi? Voy, men bitta konsert o'tganiga yurib chiqamiz deb kirib keldinglar. Hamma qarshi chalsin-da, kelishdikmi? Boshlayveraymi? Voy, menga yoqadigan odatinglar bor.
Shunda bizning ayollarimiz eriga qarab turib, "Menga tilla solib bering. Uzuv taqim kelyapti, ziray olib bering" demasdan erini o'ylab, "Pulini bering, bozorga borib o'zim olib kelib olaman" deydigan faqat o'zbek ayoli bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri? Keyin menga yoqadigani bor. Mana shu bitta narsada hozir akajonlarimiz meni bilmay qolishi mumkin. Shunaqa qarsi bo'lib ketadi, bu chapay bo'lib qoldi hozirgisi. Bu odatligini aytsam qarsi bo'lib ketadi, qarab turing. Men qoyil qoladiganim mana shu to'ylar bo'ladimi, challarlar bo'ladimi, yo bitta xonaga, yo shu stollar atrofiga 15 ta, 20 ta ayol yig'ilib olib, bir-biri bilan baravar so'rashib, bir-birini bemalol tushunadi. Men qoyil qolaman. Yanachi eng qizig'i, agar orasida kimdir bun bilan so'rashmay qolsa bilib qoladi. O'lgiranim Nargiza men bilan so'rashmadimi bu safar? Ko'radi-yu, mana shunaqa, men qoyil qolaman. Keyin yana bitta odat, voy, hozir qiyiqruv bo'lib ketadi. Mana shu 1 yil oldin olib bergan ko'ynagingiz kichkina kelib qolsa, semirganini tamomaydi. Ko'ynaga kirishdi-da adajonisi deb turib yengisini oldiradi. Qoyil qolaman. Keyin bitta savol, hurmatli opa-singillar, sizlarga savol. Mana o'zingizlar yillar davomida qimmat pomadalarni kerak bo'lsa pochkalab ishlatasizlar. Biz erkaklar hech narsa demaymiz. Lekin nimaga? Biz bechora erkaklar arzon pomadani ozginagina tekkizib kelsak janjal qilasizlar. Qimmatidan tekkizing deydilar, qarang. Voy. Qimmatidan tekkizsa birato'la ketamiz uyi tashab. Qarang. Shu yerda ham qarang mana. Men bitta narsaga, mana yana bitta odatinglar bor, men qoyil qolaman. Hozir opajon hozir yana qiyiqruv bo'lib ketadi, qarab turing. Eng qoyil qoladiganim, shu mahallada kim o'g'ri, kim to'g'ri, kim qaytib kelgan, kim qaytib ketgan, kimni oldiga kim kelib ketib yuradi. Mashinlarni hammasini mahallani uchastkovoydan ham yaxshi biladigan faqat bizning o'zbek ayoli bo'ladi. Men qoyil qolaman. Keyin yana bitta narsa, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, mana shu o'zini turmush o'rtog'i bilan 40 yil, 50 yil umr ko'rib, 5-6 ta farzand ko'rib, nabiralar ko'rib, hayot ko'rib, to'y hasham ko'rib, kichkina janjal chiqsa, "Men sizga tegib nima ko'rdim" deydigan ham o'zbek ayoli bo'ladi. Men qoyil qolaman. Lekin bu hazildan tashqari boyga gapimni isbotini aytib qo'ymasam bo'lmaydi. Haqiqatda o'zbegim ayoli yer sharida birinchi o'rinda turar ekan. Biz mana juda ko'p mamlakatlarni aylanib keldik, ko'rdik, bildik. Dashi internetda yozib qo'yibdi, hurmatli opa-singillar. Hozir kimdir o'tirganlarda, "Men birinchi o'rin ekanman." Yo'q, deganlar bo'lsa isbotlab beraman. Mana qaranglar, statistik ma'lumotlarga qaraganda, Amerikani ayollari eriga "I love you, my darling" deb erini erkalab bitta bola tug'ib berar ekan. O'rislarda ham shunaqa, o'sha alkash bo'lsa ham yaxshi ko'rar ekanda. "Я тебя люблю, Федя" deb bitta yo uzoq ikkita bola tug'ib berar ekan. Voy, bizani o'zbek ayoli qachon eriga "I love you" debdi? Ota bobomizning davridan bizni ayollarimiz eriga nima deydi? "Qoching. Naroyating. Tegishalik qilmay o'ling. Yoqmayapsiz, tegmang menga" deb 6 ta, 7 ta, 8 talab bola tug'ib berishadi ya. Agar bizani o'zbek ayoli bilmasdan "Voy, men sizni sevaman adajonsiz" deb qo'ysin, har bir xonadonda ikkitadan futbolkaman deb bo'ladi. Shuning uchun bizani bolajon o'zbegim ayollariga erkaklarning nomidan erkakcha qarshi chalib qo'ysanglar arziydi. Endi boya men bitta narsa aytdim. Lekin ichingizda bir ajralib turgan deb kulgan odamni ko'rmadim. Tashqariga chiqsanglar, bitta bu
buyursin.tv deb nomlangan Instagram sahifasi bor Muzaffar aka. Mana shu Instagram sahifasi tekinga prosta takka padarka tarqatib yuribdi. Hozir men sirrochli mana yerda mana kimdir qo'l ko'taryapti. Agar men berib yuboraman rostdan berib yuboraman. Mana bu yoqda ham qo'l ko'tarishayotganlar bor. Xolajon sizda Instagram bormi? Ha, hurliqo.tv deb ochib olganman demas. Instagram sahifasiga podpiska qilgan bo'lsanglargina qidirib qolish. O'sha sahifa hozir qilinglar, ulgurib qolasizlar. Kim ulguradi? Kim birinchi bo'lib kim ulgurdi? Qani singlim bu yoqqa kelingchi. Bormi? Qarsinglarmanglar. Ulguradi, bitta qarsang mana. Birinchi bo'lib bularni ko'rdim, xafa bo'lmaysizlar. Qarsa. Voy, sen ulgurmading. Yo'q, sen bo'ladi. Mana. Podpiska bo'lgan ekan. Qarsanglar bo'lsin. Marhamat. Ajoyib naushnik. Tabriklaymiz. Onajonlarim, aka-uka, opa-singillarim. Hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Kayfiyatingiz mashincha bo'lsa ham ko'tarilgan bo'lsa, mendan baxtli odam yo'q bugun. Bitta guldiroz qarsanglar bilan Muzaffarbek Mirzabekov qarsanglar bilan. Rahmat. Sadulla Fathullayev guldiroz qarsanglar. Baraka toping.